Videoga olsam maylimi? Nech puldan bo'lyapti o'zi? Nech pul bo'lyapti o'zi patrli? Aytmayman. Dahshat. Do'stlar, dahshat. Qoptoli ham chiqibdi-yu, bir pasda. Uzum chiqibdi. Buni qaranglar. Sap sariq torvas. Do'stlarni qaranglar. Bu nima ekan opa? Dehqon bozorining orqasida optim sotiladigan, ulgurji sotiladigan torvizlar, qovunlar narxlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, siz Hasanboy Ibrohimov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun sizlarga Farg'ona dehqon bozoridagi narxlar bilan tanishtiraman. Ya'ni 2025-yil iyun oyidagi narx-navo bilan tanishtiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Like bosing, kommentariy yozing. Xullas, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Qani ketdik, biz boshladik. Ya'ni bu tomondan o'tishingiz bilan qush bozori bo'lyapti ekan. Qushlar narxlarini ham bitta ko'rib o'tib ketamiz endi. Qushga qiziqadiganlar uchun. Qush narxlari kimga qiziq? Shaxsan men qush boqib ko'rmaganman. Balkim bu qush boqadiganlarga qiziqdir. Hormanglar akalar. Videoga olsam maylimi? Nech puldan bo'lyapti o'zi? 50 mingdan. 50 mingligi ham bor, 20 mingligi ham bor, 30 mingligi ham bor. Nech puldan nech pulgacha endi? Eng arzon nech pul, eng qimmat nech pul? 20 mingdan 400 minggacha bor. 20 ming so'mdan 400 ming so'mgacha ekan mana shu yerdagi qushlarimiz. 400 minglik qaysi biri? Sarig'i. Mana shu sarig'imiz 400 ming so'm ekan do'stlar. Bu tomonda qushga sotiladigan narsalar bor ekan. Bemalol mana. Dahshat. Chiroyliligini qaranglar do'stlar. $150 so'm ekan bu. Bo'ladiganini narxi. Bular nech pul ekan? Kichkinalar sotyapman. 250 ming. 250 so'm. 50 ming. 400 ming jupa. 400 ming so'm jufa. Yo'q, men просто hozir adashib yana ayolga olgan Har yakshanba bo'lsa kerak, adashmasam, yana bilmadim. Xullas, azizlar, qush bozori avjida, ayniqsa yosh bolalar qiziqar ekan. Birinchi marta qush bozoriga kirishim. Agar kimga qiziq bo'lsa, qush bozori haqidagi narxlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Balkim kelajakda, yaqin kunlarda, kelajakda deyapman. Yaqin kunlarda bu qushlar haqida ham bir alohida video chiqaraman. Faqat sizlar kommentariy yozib qoldirib qo'ysalaringiz bo'ldi. Hech pul bo'lyapti o'zi patrli. Aytmayman. Nimaga? Ha? Olmasa ekansiz. Voy, sizlarni dunyoga tanitaman deb keldimmi? Blogermisiz? Ha? YouTube kanalimga nech pul bo'lyapti? 15 mingdan. Bularchi? Bir xil. Hammasi. Tepadagilarchi? Keyingisi 20 ming. Mana 20 ming. 25 ming. Bularchi? 10 mingdan. Dahshat. Yerda katta patrlar ham bor ekan. Opa nech pul ekan? Kelib. Bular 60 ming. 60 ming. Bular ham Bular 50 ming. Bular ham Bular 50. 35 ming. Rahmat. Nech puldan bo'lyapti ekan qurtlar? Dahshat. Ha. Narxlar obzor qilyapman. Nech puldan bo'lyapti? Bularchi? 10 ming. Ularchi? 5 ming. Achchiq qurtlar ham bor-a? Bu ham sizdanmi? Kilosi 70 ming. Qo'yli. Rahmat opa. 15 mingdan 70 minggacha. 15 mingdan 70 ming. Qaysi biri 15 ming? 15 ming. 15 ming. 70 minglik qaysi biri aka? Tevadagilar 70 mingdan.
70 mingdan ekan do'stlar. Zo'r. Hormay xola. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti? Tarvuz 3,5 ming kilosi. Qo'mlar 12 ming kilosi. 12 ming qo'ng'illarimiz. Bular 8 mingdan. Bularchi? Bu handalak donasi 20 ming. 20 ming so'm. Oo. Do'stlar dahshat. O'n 15 mingdan ekan bananlar. Rahmat. Shoptoli ham chiqibdi-yu, bir pasda. Sizdanmi? Nech puldan shoptoldi? 25 ming. O'rik 20 ming. Do'stlar, uzum chiqibdi, uzum chiqibdi. Aka nech pul bo'lyapti ekan? 40 ming so'm kilosi. Qo'yar. Nima degan uzum o'zi bu? Chillik uzum. Yaxshi. Giloslar qancha bo'lyapti? Giloslar 50 ming, 60 ming. 50 ming so'm, 60 ming so'm. Kami bor ekan. Ashtorta ekansiz. Do'stlar, buni qaranglar. Sap sariq tarvuz. Aka, sariq tarvuz nech pul ekan? 5 ming kilosi. Yo, videoga olyapman aka. Yaxshi. Qaysi biri? Ana umi? Video bo'yicha qimmat turadi-yu. Yo'q. Xitoyda chiqadigan. Nech pul bu? Nech pul bu? 15 ming kilo. Nima nomi? Bu nomi shu bilmayman. Qora tarvuz endi. Ichida bir dona yo'q. 15 ming ekan. Bir qantami? Yo'q. Do'stlar mana. Sariq tarvuz. Ta'mi bir xil ekan. Lekin vitga zo'rda, hali dasturxonga, anaqalarga zo'rda, lekin karvillarga, nimalarga. Hasanboy Ibrohimov. Rahmat deb. Yo'q, baqa so'y beryapti o'zi. Rahmat aka. Xullas dahshat. Sizlar ham yeb ko'ringlar. Bozorga kirsam, to'g'risi menga meva-cheva tomoni yoqadi. Sizlarga qaysi nima narxda yoqadi? O'riklar nech pul bo'lyapti ekan? 18 ming? Nima degan o'rik bu? Subhon. Olmalar 15 ming, 20 ming ekan. Hamlar nech pul bo'lyapti ekan? 20 ming. Chesnochi? 15 ming. Bolgarskiyalarchi? 20 ming so'm. Rahmat aka. Xullas, Jannat makon O'zbekistonimizda hamma narsa topiladi. Qoyil, shunchaki qoyil. Sizlarga nimani narxi qiziq? Keyingi videoda Xudo xolasa Marg'ilondagi dehqon bozorini olib chiqaman. Ana shu dehqon bozoridagi narxlarda qaysi mahsulot sizlarga qiziq bo'ladi? Shuni yozib qoldiringlar. Bodiring nech pul bo'ldi? 4 ming so'm. Xola nech pul ekan kilosi o'zi? 8 ming. Do'stlarni qaranglar. Dehqon bozorida mana parranda mahsulotlari. Nech pul ekan, opa? Ularmi 20 ming. Brullermi bu? Nima bu? Bruller 20 ming. Nima ular? 13 ming. Ana ranglilarchi? 5 ming so'mdan ekan narxi. Narxi 5 ming so'mdan do'stlar. O'rdakchi? 10 ming so'm ekan. Xullas dahshat. Sabzilarimiz narxlari. Bular qancha ekan, opa? 10 ming, bularchi? Bu ham 10 ming so'm. Oshga solinadigan eng asosiy mahsulotimiz-ku bu. Hamma oladi adashmasa. Piyoz narxlarini ham ko'rib qo'yamiz do'stlar.
Homila. Nech puldan ekan? Ular 5000 dan. 5000 so'mdan. 4000 dan. Kattasi ham 5000. Tayyor mana shu qopchalaringiz nech pul opa? 30 mingdan? Rahmat. Necha kilo bo'ladi ichida? 5 kilo. Rahmat. Dahshat. Opa bu quritilgan qalampir nech pul? 5 mingdan. Ichkariga kiraverasiz. Baqlajonchi? Baqlajonlar 10 ming beraveramiz. 10 ming so'm ekan. 10 ming baqlajon. Rahmat. Bu nima ekan opa? Qani, oq turib. Oq turib. Nech pul? 10 ming kilosi. Hormanglar opalar, nech puldan ekan? Qaysi? Pullar. 150 ming so'm. Nima degan salat bu? Xe. Koreyskiy sir. Bularchi finchuzalarimiz. 30 ming so'm. Eng ko'p sotilaydigani qaysi endi sizlarda? Eng ko'p sotilaydigani qaysi endi? Hammasi. Rahmat. Xo'p, mana yog'ning narxlari. Salat yog'i 95 ming so'm. Hormayapti. Xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Grechkalar 10 ming, garoq, loviya 25 ming so'm. Perul mana tayyor narxlar bilan yozib qo'yibdi do'stlar. Bemalol olishlaringiz mumkin ekan. Dehqon bozorining orqasida optim sotiladigan, ulgurji sotiladigan tarvuzlar, qovunlar narxlari bilan tanishamiz. Bu yerda nafaqat tarvuz, qovun, balkim kartoshka, piyozni ham optim narxlarda olish imkoniyatiga egasizlar. Mana ko'rib turibsizlar. Shunchaki dahshat atmosfera, tarvuz, qovunlar. Nech pul bo'lyapti kilosi? 3 ming so'm. Qovun narxi bilan tanishamiz do'stlar. Nech pul bo'lyapti ekan aka kilosi? 5 ming, 4,5 ming. Salom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar, hormanglar. Mabodo dehqon bozorining orqa tomoniga o'tib, konstavar kerak bo'lib qolsa, mana optim mana shu yerda konstavar bo'limi bor. Pachka. Arzon narxlarda konstavarlarda olish imkoniyatiga egasizlar. Hormanglar akalar. Nech pul ekan kartochkalar akalar? Hormanglar. 6,200 so'm. Oldiga qaraganda arzon ekanda sizlarda. Oldiga qaraganda sizlarda arzon ekan. Ha, sizlar qopga sotasizlar. Ha, qopiga 6,200 so'm, 6 mingdan ekan. Qop degan do'stlar. Dehqon bozorining oldi tomonida 8 ming so'mdan ko'ruvdik kartochkalarni. Orqa tomonida kiloga, ya'ni qopga olmoqchi bo'lsangiz 6,200 so'mdan bemalol olsangizlaring bo'laverar ekan. Ana do'stlar, bu tomonda ham tarvuz, bu tomonda ham kartoshka. 40 ming. 40 ming so'm ekan. 10 kilolik piyozlarimiz. Hormanglar akalar, nech pul ekan? 7,5 deydi. 7,5. Oldiga qaraganda sizlarda arzon ekanda, oldi tomon qimmatroq ekan. Endi hamma yo'lda bosh qimmat bo'ladi. 7,5 mingdan ekan do'stlar. Farqini ko'rib ko'rasizlar. Erinmasdan orqa tomoniga o'tinglar dehqon bozorining do'stlar. Erinmasalaring cho'ntaklaringga foyda bo'ladi. Aka, bularning qancha ekan? Bular kilosi 6 ming. Kilosi 6. Bularingiz ham shunaqa aka? Bular 12 ming. Bular 12 ming. 15 15 ming so'm. Chiroyliligini qaranglar do'stlar. Oshqovoq. Bizda Farg'onada ashqovoq deyiladi. Sizlarda nima deyiladi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Do'stlar, dehqon bozorini tamaga kiryapmiz. Tayyor mevalarni qaranglar. Shuni olasiz, ketaverasiz. Mana 2 millionmi? Do'stlar, mana 2 millionlik nima deylardi bular aka o'zi? Bu akvarium ekzotik savat. Ekzotik savat ekan 2 million so'mga. Dahshat do'stlar. Shuni olasiz. Mehmondorchilikka asosan olishadi-da, to'g'rimi? Buni bananani yangilab beramiz. Ha, banan yangilab beriladi. Mana bularchi? Qaysi? Bularimiz 650. Aka, mana shu 2 millionlik ichida necha xil mahsulot bor o'zi? Nechta mahsulot? 24 xil mevasi bor, 6 xil suvi bor, pista bodami. Pista bodami bor. 24 xil. Vau, qoyil. Hattoki hali yangilik bozorga chiqqan yo'q, uzumigacha. Uzumi ham bor ekan do'stlar.
Dahshat. Olmalarni qarang, chiroyliligini do'stlar. Bunaqa narsalar bu. Bananlar kilosi 18 ming ekan. Noklarchi? Noklarimiz burada 23 dan. 23 mingdan banan. Mana 18 ming. 18 ming so'm. Voy. Do'stlar, yo'q narsani o'zi yo'q. Agar dehqon bozoriga kelsanglar, mana shu akamiz mana nomdan kelsanglar ancha arzon qilib beradi. Dahshat. Aka rahmat. Salom alaykum. Hormanglar, sizlar. Keling. Hormanglar, sizlar. Endi bu tomon shirinliklar ekan endi. Bu tomon shirinliklarga o'tdik, уже boshlandi. Aynan. Nech pul ekan bularingiz? 40 ming so'm kilo. Mash turish a? Pachka Bularchi? 35 beraman. 35 ming so'm. Mana 40 ming. 40 ming so'm. Mana 45. Bular 45 ming Kilo so'm. 300 gram. 1 kilo 300 gram. Mo'la 25. Tayyor do'stlar, shuni olasizlar. Qarindosh urug'liqqa olib ketaverasizlar. Bular shunaqa gaplar. Opa rahmat. Maniki. Opalarimiz narxlarini e'lon qilishga unashmadi. Mayli. O'zlari bilishadi. Xullas hamma narsa bor. Sizlarga hozir men nimani narxini ko'rsataman deyotgandim. Pistan narxini ko'rsataman deyotgandim. Pistan narxi. Qaysi tomonda ekan pista? Hozir o'tamiz. Bo'ldi. Do'stlar, va'da qilganimdek, pista, bodom, yong'oq, xullas quruq mevalarning narxlarini sizlarga obzor qilaman degandim. Keldim mana. Dehqon bozorini timini 2-etajdamiz. Mana bu yerda mana hamma yo'q bor ekan. Bodom deysizmi, pista deysizmi, xullas mag'zi deysizmi? Hammasi bor ekan. Hozir sekin bir boshdan narxlar bilan tanishamiz. Nech pul bo'lyapti yong'oqlar? 30 ming so'm ekan. Mayizlarimiz nech puldan nech pulgacha? Mayizlar 40 ming so'mdan 100 minggacha. 40 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ekan mayizlar. Bodomlar 40 ming so'mdan 140 minggacha. Bu bodomlar 40 ming so'mdan 140 minggacha. Pistalarchi? Pistalar 110 ming so'mdan 250 ming. 250 minggacha. 110 mingdan 250 ming so'mgacha. Oh. Sho'rdanaychi, sho'rdanay. O'rtana 40 ming so'm. O'rik quritilgan o'riklarimiz-chi, aka? O'tirgan o'riklar kompotda 10 ming so'mdan 100 minggacha. 10 ming so'mdan 100 ming so'mgacha quritilgan o'riklar ekan. Xo'p. Bizi paytda hozir ham bo'lardi, sho'rdanay degan ko'rsatuv bo'lardi. Kim ko'rgan? Ko'rganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Rahmat akalar. Xullas, bu dehqon bozorining 2-etaji, tim. Bunaqa narsa ham bor ekan. Bular nech pul aka? 35 ming so'm. Xo'rozimiz doim ham reklama qiladi. Qaysini? Xo'rozlar doim Xo'rozni ana. Do'stlar, xo'roz boqadiganlar bor-a orangizda? Bor. Mana shu xo'roz boqadiganlar uchun maxsus don ekan, aralashma ekan, tayyor ekan. Ichida mana biz ko'ryapmizki, yer yong'oq, makka 15 xil quritilgan narsa bor ekan xullas. Nech pul buni kilosi? 40 ming so'm. Nech pul qilib beryapti? 30 ming so'm. 30 ming so'm. Men nomdan kelsanglar yana ham arzon qilib berishadi do'stlar. Xullas xo'roz boqadiganlar tezda mana shu joyni qirqib yaqinlarga jo'natib berasizlar. Akalar rahmat. Do'stlar, laylak yoz bo'ldi. 150 ming so'm ekan ushbu laylalarimiz. Zo'ra. Kubiklarimiz ham bor ekan. Farg'ona dehqon bozorida ham sopol mahsulotlari ko'payib ketibdi. Rishtonga borish shart emas bo'lib qolibdi, adashmasam. Endi Rishton boshqa dunyo-yu. Mana. Sizlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar Hasanboy Ibrohimov YouTube kanalini tomosha qildilaringiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Keyin ijodimni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar, karta raqamlar qoldirganman. Endi o'zingiz bilasiz endi. Xullas shunaqa gaplar. Keyingi video qayerda bo'lishini xohlaysiz? Buni ham yozib qoldiringlar. Ya'ni qaysi bozorni, ya'ni Farg'ona, Andijon, Namangan respublikamizning qaysi bozoridagi narxlarni ko'rmoqchisiz? Buni ham yozib qoldiring. Salomat bo'linglar, rahmat.